Anar Kut her hafta bir qadam yanıldı. Bu programımızda Ogofi vakaletçileri alaydı qulluğa. Alaydı qulluğa uğurlar. Şıpa kızlar salonu, Ana Roy salonu, kino salonu, televizyon salonu, izdet salonu, Nicat Öli Yakut'un Can Elik salonu, Ali Kurban'ın Ali Kurban salonu, Abla Cavab Tayyip'nin Eci Fen salonu, UMP Sen salonu, Şonkar salonu, Oynak salonu, Mikrofilm salonu, Etot salonu, Kilogram Maşin Klubu, Visal salonu. Buludu. Əmsəkilə həftənin birdən başlayıb iş tutusunuz buldu. Sizin deyilən başqa ipiniz varmı? Sonra baxsan, sizlərin ismini qoşub işləsək yüzümün haqqında. Bizin şirkətdə adəti fəqət ismini qoşub işləməydim. Əmsə bu şirkət mənə qat yeməsi yemək ki. Xoş. Sonra baxsan, sizlərin şirkətin ismini qoşub işləsək yüzümün haqqında. Adəti bizim şirkətninki bu ismini qoşub işləyiş vəzifələri olsa, şu xizmət qarta muvafiq orlaşdırıldı. Muvafiq olmagan üçün? Muvafiq olmaganda? Nim gap bu? Siz ilaqay yenidən kelgan xizmətdişimiz Qadijankan sizdə. Sizni so'rab baxsam, shu ismini qo'shib ishlashdiki, shu ish haqi qanday qaraysiz? Siz meni g'ururumga tegib Ay ko'pchilik, diqqat qilinglar. Bugun yeni xizmətdişimiz Qadijanning tug'ilgan kuni ekan. Unda bo'lsa Qadijan sizni qanday sovg'at olgangiz bor? Sovg'at olgangiz bormi? Albatta bor. Dama, nima? Boshliq, mencha meni xizmatdagi sinab mezgilini kim uzun tutasiniz? Onda boshqa hozirgi qo'rqan xizmatim qarmada olgan maoshimni sal uzatib qo'yaman. Shuningga boshliq, o'tinishim, meniki maoshimni yermini qisqartayotgan bo'lsangiz. Boshliq, sizga bu 5 kunlik materiallarni ichida qaysini meni kerak yaxshibdi? Bo'ldi, bo'ldi. Men qaytadan yana 10 material tayyorlay. To'xtab, qaytib keling. Qadijan, siz nima yaxshi ishlavyapsiz, biroq endi o'zingizning dam olish kunlarini iltimos qilishni unutib qolmang. Damasingiz bo'ldi emasmi? Boshliq, ajaba siz faqat zerikmidingizmi? Men endi boshqa bunday gapni hech chiqmasligini umid qilaman. Navoda endi chiqib qolsa, men rostli istifa beraman. Navoda boshqa ish bo'lmasa, men bu yer PPT-rimni ishlayman. Kechiring. Ma'qul. Oldin qilib menga bergan ismini qo'shib ishlaganiki ish haqini sizning undidoringizga xumbo orqali avatayotdim. Xizmatdoshlarimizga bo'ldirib, ishga tushib vaqtida yo'lga qaytarsizmi ansa? Ma'qul, men kerak bosh. Boshliq, to'xtab turing. Menchi bugungi vazifamiz oyoqlashganda, xulosiz yig'inni birlikda ochgan bo'lsa, shu ketmay turgan bo'lsangiz. Meni o'yib qaytib qotdi. Qadijan, qizitimiz 40 gradusga chiqibdi. Unda qilmay dam eling. Boshliq, ajaba sizning bu shirkatni qurishga maqsadingiz, bu butun xizmatlarga og'riq qizib qolgan vaqtda cho'qim ularni qo'yib berishmidi? Yo'q. Dam elish degan o'lgan odamning ishi. Mening eng oxirgi bir tal tiniqim qolgan taqdirdimi, meni bu xizmat bilan birga turg'ili qo'ysangiz. Shunday qilsak, biz mana shirkatning istiqbolini texmi yuqori ko'tara olamiz emasmi? Ma'qul. Unda bo'lsa, japatatimiz o'zingizga bekrak diqqat qilamsiz, Ma'qul. To'xtang boshliq, Mening qiziq qilishim xizmat unimiga ta'sir yetkazdi. Shunga mening oylik mukofot pulimni bergan bo'lsangiz, shundoqla bu oylik olgan maoshimning yarmini tutib oling. Nima sizda yosh xizmatchi bo'ladi? Yaxshisiz, men yangi kelgan xizmatdishimiz ismim Qadijan. Yaxshisiz, mening ismim Olim. Siz qachon tug'ilgan? Men 86-yili 5-oyda tug'ilgan. Gerçi ikkimiz 1 yil 1 oy 1 kunda tug'ilmasaqmi, biroq ikkimiz 1 yil 1 oy 1 kunda birla vaqtda shu xizmat ustida tang o'lsak, tamamen bo'ldim. Boshliq, men istifa beraman. Qadijan, bu PPT-ni ishlatib shunda tasdiqsa, siz nima har qator PPT-ni ishlatishni tanlaysiz? Men PPT-ni tanlamadim. PPT meni tanladi. PPT sizni tanlagan? Voy, Qadijan, siz unda mal setish tarbiyatlariga chiqdiringizni ko'ngil bo'ldi ekan-a? Nima olay deysiz? PPT-ning mobilini olay deyman. Ustoz, bularning hammasi sizda yig'ilgan materiallarmi? Nimdachi? Yo'q. Bu meni quturmoqchi bo'lgan materiallarimning mundarijasi. Mundarija? Ustoz, siz nima ish qilishni eng yaxshi ko'rasiz? Xizmat qilishni. Ana bo'lsa xizmatdan boshqa vaqtlardachi? Uyda bo'lish. Uyda bo'lsangiz nima ish qilasiz? Uyda yana xizmat qilaman-da. Ustoz, xizmat sizning borlig'ingizmi? Yo'q, xizmat faqat mening borlig'im bo'lmasdan, u hammamizning borlig'i. Yo'q, meni unaqa emas. Sizning kelgusidagi orzuyingiz nima? Kelgusida xizmat lamba. Dam elish yo'q xizmatni birini topsam, shundoq erkin ozoda, rohat farog'atning ichida umrimni o'tkazsam deyman. Erkin ozoda? Rohat farog'at?
ustoz, kelgusida siz o'zingizga o'xshash xizmat qilishni bekrak yaxshi ko'radigan qiz do'st tutamsiz? Albatta yo'q. Men albatta mendan bu bekrak xizmatga o'zini otayotgan qizlarni topaman. Ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Siz kim? Men sizning xizmatdoshingiz-ku. Kechiring, siz faqat ismini qo'shib ishlamagachga chiroyingiz esimda qolmabdi. Men bilan xizmatda bekrak qaysimiz muhim? Siz kim? Bolamiz 5 yoshga bo'lgan. Mening qachonlardan bolam bo'ldi? Yaxshi ko'rib yeygan tomoqingiz, xizmat tomoqi. Eng yaxshi ko'rib kiygan kiyimingiz, xizmat formasi. Uchrashishlarga chiqqanda nelarni ko'rishni yaxshi ko'rasiz? Xizmat ishxonasida. Eng yaxshi ko'rgan sovuqtingiz, yeni xizmat. Eng yaxshi ko'rib ishlaydigan aptitalınız qaysi? PPT. Nerede uxlashni yaxshi ko'rasiz? Xizmat ustida uxlashni yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan naqshingiz? Work. You see me heavy work. You see me do me da. Hammamiz birlikda xizmatni sevib, xizmatga borlig'imizni otib etaylik. Suratga elish xizmati jarayonida men o'xshamagan muhitda, har xil qiyofatda, o'xshamagan gir uslubini qo'llanaman. Buning uchun menga faqat orgofili kifoya. Mayli sirtlarda, kuchlik oftob nurida, mayli kuchlik chiroq nuri ostida bo'lsin, orgofi mening 100 teramni qo'g'dab keldi. U teramni asrab, meni yumran, suzuk, sog'lom teriga ega qildi. Orgofi menga yondashdi, mening tanlashim almashdi. Orgofi